organizmingizga teginishi bosh miyadan oksitotsinni ko'proq chiqaradi. Eng zo'r сокращающий narsa shu. Ko'proq emizing. Masalan 3 soat ora saqlab deb aytilardi-ku, avval unaqa qilmaganingiz yaxshi. Ancha uzoq o'tadi. Juda yaxshi. Voshga zo'r. Bo'lgani uchun qorni och qoladi. Ancha yemadi-da. Qizim ozgina ham bir tarafini ham to'yardi. Endi o'g'il bolalarni to'ydirish ham oson emas-da. Shunaqa ekan. Da, shuning uchun bundan qo'rqmang. Hali endi 18 kun bo'ldinglar-ku. Hali kichkinachilik ham chiqmagan. Qisqarib ketadi. Asosiysi ichida qon yo'q. Ichida qon qolib ketsa yoki kusochkalar qolib ketsa platsentadan, unda sal o'ylasangiz bo'ladi. Bu holatda bu qisqarib ketadi. Hali faqat sal vaqtliroq ekan. Simfizitis masalasida postlirodovoy bandajlar ham bor. O'shani taqibsizmi? Shu kerakdan bog'lab yurdim lekin. Bog'laganingiz ham mayli-ku, bandaj sal siqib turadi-da. O'shani taqishingiz kerak.